Ubaydulla Zo'ra Akbarovna, pediatrman. 45 yildan beri ishlayman. Hozir pensiyadaman. Xo'sh, 65 yoshdaman hozir. Men bir tabiiy mahsulotni izlab topdim. Shu mahsulotni 18 fevral 26-yildan beri ichib kelmoqdaman. O'zimda shunaqa yaxshi natijalarni bildim. Doktor bo'lganim uchun buni darrov o'zimda sezdim. O'zimni sahrli diabetim bor. 20 yillik sahrli diabetman. Har doim ham juda yomon holatda, asabiy holatda, nervli bo'lib yurardim. Hozir asablarim joyida, sahrim tushgan, настроениям juda ko'tarilgan, oyoq og'riqlarim qolgan. Ozgina yurganimda bor, lekin nisbatan qolgan. Kechqurun uxlashim shunaqa tinch bo'ldi, shunaqa tinch. Yaxshi uxlab turaman. Buni mana Spart Lux'ni kechqurunga ichganim sababli mana shundan natijani yaxshi topdim. Bular meni ham ichib bordim. Muntazam ravishda ertalab yarim qoshiqdan ichaman. Keyin to'yga boraman deb oynaga qarasam, qoshim o'sib qolganini ko'rdim. Qoshim hamma vaqt to'kilib yurardi. Qoshim yo'q edi. Hammasi to'kilib, hozir juda yaxshi. Sochimni ham taraganimda choch to'kilishim ham pashti yo'q. Qoshimga lekin xursand bo'ldim. Mana qalamdan chiqdim. Rahmat tabiiy mahsulotlarimizga.